Bugun Surxondaryo viloyatining barcha shahar va tumanlarida raqamli avlod qizlari respublika tanlovining tuman bosqichlariga start berildi. Tanlov raqamli texnologiyalarni puxta o'zlashtirayotgan, innovatsion fikrlaydigan, zamon bilan hamnafas, iqtidorli qizlarni aniqlash va qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Joriy yilda Surxondaryo viloyati bo'yicha 3096 nafar qizlar tanlovda ishtirok etish uchun ro'yxatdan o'tgan. Bu esa raqamli tafakkur va innovatsion yondashuvga bo'lgan qiziqish viloyati yildan-yilga ortib borayotganidan dalolat beradi. Vohamizning barcha hududlarida bo'lgani kabi Jarqo'rg'on va Angor tumanlarida ham tanlov ko'tarinki kayfiyatda o'tkazildi. Unda ishtirokchilar o'z loyihalarini taqdim etib, texnologiyalarni amaliy hayotga tatbiq etish, ta'lim jarayonini raqamlashtirish va ekologik muammolarga yechim topish borasida o'z g'oyalarini ilgari surishdi. IT Mentor platformasini yaratish bo'yicha qatnashdim. IT Mentor platformasi bu hozirgi kunda juda ham talab katta bo'lgan platforma hisoblanadi. Hozirgi kunda ko'plab sohalarda kerak bo'lgan raqamli texnologiyalar, lekin ko'p kasbdagi insonlar bu sohaga qiziqishi bor, lekin vaqt topolmaydi. O'quv markazlariga bora olmasligi sababli onlayn platformamizdan foydalanishi mumkin. Tadbir davomida qizlar tomonidan taqdim etilgan ishlanmalar ularning zamonaviy axborot texnologiyalarini puxta egallayotganini, shuningdek, mustaqil fikrlash va yangi g'oyalarni ilgari surish qobiliyatining yuksak ekanini ko'rsatdi desak adashmaymiz. Bugun raqamli avlod qizlari respublika tanlovining Jarqo'rg'on tumani bosqichida qatnashyapman. Yo'nalishim yashil iqtisodiyot va o'zimning startap loyiham Ekomaktab bilan qatnashdim. Loyiha ajoyib imkoniyatlar kalitidir. Loyihamning asosiy mazmuni bu yo'nalishdan ham kelib chiqib aytadigan bo'lsak, yashil iqtisodiyot, ya'ni yashil tabiat muhitni asrash va buni maktablardan joriy etish orqali loyihaning asosiy qadamlarini tashlash. Maktablarda asosan tozalik va tabiatni asrashga e'tibor qaratiladi va shu orqali keyinchalik odamlar axlat yoki chiqindilarni yerga tashlashdan yo biron joylarga tashlashni o'zlariga uyat deb hisoblashlarini, yashil iqtisodiyotga o'zlarini mehrlarini qo'yishlarini xohlayman. Tanlov 8 noyabrgacha davom etadi. Eng yaxshi loyiha egalari viloyat bosqichida ishtirok etadi.